Uni dollarda saqlaganingiz ma'qulmi yoki so'mdami? Yoki so'mda olgan pulimizni sandiqda yo'q bir ko'rpachani tagida turibdi. Erta 300 ming so'mga men kambag'al doirasiga tushib qolish ehtimoli mavjud. Masalan, oddiy xalqdan so'rasangiz agar bu narsani aytib bermaydi. Biz buxgalterlar uchun inflyatsiyaning hisob-kitobini biz qilmaymiz. Oshib ketdi deb aytadi. Haqiqatan, kartoshka 2024-yilda 40% ga qimmat bo'ldi. Qarz desa agar borib oladi, bitta qarzni ikkinchi qarz bilan yopayotgan odamlarimiz ham bor. Qarz, kredit bu kambag'allik alomati. Aytishadi, faqat o'zingning puling bilan agar rivojlanaman desang, rivojlanmaysan. Meni familiyam To'layev Mirsaqul Salomovich. 1992-yilda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini iqtisodiy kibernetika fakultetini tugatganman. 92-yil o'sha sentyabr oyidan boshlab Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini ijtimoiy sohalarda buxgalteriya hisobi kafedrasida assistent lavozimida ishlaganman. Hozirgi paytda Xalqaro Nordic universiteti, xususiy universitet, Xalqaro Nordic universitetida moliya klinikasi bo'limining boshlig'i va dotsent lavozimida ishlayman. Endi jismoniy shaxs sifatida bo'ladigan bo'lsa, agar jamg'arib borish ma'lum miqdorda pulimiz mavjud, o'sha pulimizni dollarda jamg'arib borishimiz kerakmi yoki bo'lmasa so'mdami? Endi jamg'arib borish deyotgan paytimizda bu narsani to'g'ri tushunish kerak bo'ladi. Juda ko'pchilik, O'zbekistonning juda ko'pchilik aholisi o'zining valyutasini, chetdan kelayotgan pullarni valyutasida endi chet elda ishlayotgan odamlarimiz bor-ku, muhojir deb aytamiz, boshqa qilamiz deb bo'lmasa, ular ishlayotgan pullarini uyga yuborishadi, uyda yig'ishadi, ko'rpani tagida turibdi, yoki so'mda olgan pulimizni sandiqda yo'q bir ko'rpachani tagida turibdi. U hech narsa bermaydi bizga. U jamiyatda uning foydasi yo'q bo'lgan pullar. Agar o'sha pullarni bankka olib borib qo'ysangiz, uni dollarda saqlaganingiz ma'qulmi yoki so'mdami? Kelib bitta bir misolni keltiramiz. Faraz qiling, meni 1 million so'm pulim bor. 1 million so'm pulimni bankka olib borib qo'yapman. Bugungi kunda banklarimiz mavjud, banklarimiz juda katta miqdorda depozitni jam qilishadi. Men jismoniy shaxs sifatida pulimni olib borib qo'ysam agar, pulimni olib borib qo'ysam, endi o'rta hisob bugungi kunda 21%, 22% deylik. 21% deylik buni. 21% menga foiz beryapti. 1 million pulni men olib borib bankka olib borib qo'ysam, 1 yil davomida 12 oyga olib borib qo'ysam agar, u holda 1 millionim 210 ming so'm pul tug'adi. Bu foiz ko'rinishidagi men daromadim bo'ladi. Endi uni bo'ladigan bo'lsam, 12 oyga bo'ladigan bo'lsam, har oyda qo'pol qilganda o'rtacha 17.500 so'm miqdorida men foiz ko'rinishidagi daromad olaman. 17.500 so'm miqdorida daromad olaman. Shunaqa narsamiz bor. O'shanda hisob qilinadi. Masalan, aytaylik, hozir may oyi bo'ladigan bo'lsa, 5 oyga olib borib qo'ysangiz, 87.5 ming so'm men foiz ko'rinishidagi daromad oldim. Masalan, 1-yanvarda olib borib qo'ydim, yilning oxirigacha bo'lsa 210 ming so'm, lekin hozir may oyigacha, yanvar, fevral, maygacha men 87.500 so'm miqdorida foiz ko'rinishidagi daromad oldim. Bu mening daromadim. Tushunasiz? Endi shu 1 millionni yanvar oyidagi Markaziy bankning kursi bo'yicha men uni dollarga aylantirsam, o'rta hisobda yetti bir $78 bo'ladi. 78-80 dollar deb aytamiz. Kursi bo'yicha 80 dollar pul bo'ldi. 80 dollar men bankka olib borib qo'ysam, albatta bank hech qachon xorijiy valyutada 21% foiz ko'rinishidagi daromad bermaydi. O'rta hisobda 6-7% beradi. Kelinki 7% deb aytaylik. 7% pul berdi. 7% pul berdi, 7%imiz 80 dollarimiz 1 yil davomida o'zining foizini to'ladi. Agar masalan 5 oyda oladigan bo'lsangiz, agar bu o'rta hisobda $2,5 pul to'g'di degan gap. 7%imiz o'sha 80 dollarimiz boshqasini o'sha bankka olib borib qo'ysa agar 5 oyda u qo'pol qaytgan paytimizda $2,5 pul to'g'di. $2,5 Markaziy bankning kursi bo'yicha yana o'tirib hisoblasangiz, agar so'm ekvivalentda keladi, bu so'm ekvivalentda kelgan paytida boshqasida bu adashmasam 23.200 so'm pul bo'ladi. Dollarda olib borib qo'ysangiz. Shunaqa narsasi bor. Endi 87.500 so'm bor va 23.200 so'm pul bo'lyapti. Qaysi biri ma'qul? Albatta so'mga olib borib qo'yganingiz ma'qul. Shuning uchun so'mga olib borib qo'yish deb aytyapmiz. Shuni so'mga olib borib qo'ysak, so'mda u pulimizni olamiz. Keyin shunaqa narsasi bor, passiv daromad degan tushuncha bor. Passiv daromad degan tushuncha bor. Passiv daromad degan narsamiz bu nima edi? Masalan, passiv daromad, men mana o'zim ishlayapman. Masalan, men hozir o'qituvchiman, ishlayapman, buxgalterman, ishlayapman. Lekin har bir odam ma'lum bir kasb sohasida ishlayapti-da, o'sha ishlagani uchun u mehnatiga yarasha haq olyapti. Lekin uni qayerdadir boshqa daromadlari bo'lishi mumkin. O'sha daromadlari passiv daromadlar. U mehnat qilmayapti, lekin unga daromad keltiryapti. Oynaga aytayotgan 1 million pulimizda
Keling, endi uni hajmini oshirtiramizda. Bas aytaylik, sizda 100 million so'm pulingiz bor. 100 million so'm bor, ko'rpachaning tagida turibdi. Ko'rpachadagi pulni olyapsiz-da, bankka olib borib qo'ydingiz. Bankka olib borib qo'ydingiz, bo'lsa 21% da bo'lsa agar 100 million pulingiz boshqasi 21% miqdorida sizga pul tug'adi. Bu degan narsasi passiv daromad. Bu daromadingiz. Bu daromad. Shuning uchun daromadni olishning shunaqa holati bor. Endi to'g'ri, bu yana bir bor aytayapman, buni ribo deb aytayotgan joyimizdan biz uzoqdamiz. Lekin hisobga oling, masalan, men hozir pensiya yoshiga yetib qoldim. Masalan, mening pulim bo'ladigan bo'lsa agar, men erta pensiyaga chiqadigan bo'lsam agar, davlat tomonidan bugungi kunda belgilanadigan maksimal pensiya bu 3 million 300 ming so'm pul. Men ertaga masalan 40 yillik stajim bor va hokazo, oyligim yaxshi va hokazo hammasi menga davlat tomonidan agar aytaylikki 3 million 300 ming so'm menga pensiya bersa, men erta pensiyaga chiqqandan keyin 3 million 300 ming so'm bilan yashashim kerak bo'ladi. Lekin meni passiv daromadim bo'lmasa, men 3 million 300 ming so'm bilan men hozir normal yashayotgan bo'lsam, hozirgi holatimda oyligimda yaxshi ishlayotgan bo'lsam, erta 3 million 300 ming so'mga men kambag'al doirasiga tushib qolish ehtimolim mavjud. Chunki meni yoshim katta bo'lyapti, turli xil kasalliklarning buketi paydo bo'ladi, men davolanishim kerak, kommunal xizmatlar oshyapti va hokazosi. Shuning uchun 3 million 300 ming so'm menga yetmaydi. Shuning uchun meni passiv daromadim bo'lishi kerak. Ya'ni yoshlikdan passiv daromadni shakllantirib borish kerak. Passiv daromad bo'lishi kerak va bu passiv daromad ertaga mana shu pensiyaga chiqqan paytingizda, qarilik paytida bu ko'mak puli sifatida keladi. Bu passiv daromad. Ya'ni ertaga bekamu ko'z yashash uchun sharoit. Shunaqa narsasi bor. Biz aytaylik 300 million so'm pulingiz bo'lsa, bankka olib borib qo'ysangiz, hisobga oling, bu qancha pul bo'ladi. Va har oyda 300 million so'm pulingiz qo'pol qo'yatganda endi 3 million so'm pul beradi sizga. Har oyda 21% ga qo'ysangiz, sizga 3 million so'm pul beradi. 3 million 300 ming so'm pensiyasi va 3 million bilan siz ma'lum miqdorda sal mundayroq yashasangiz bo'ladi-da. Mundayroq yashasangiz bo'ladi 3 million 300 dan ko'ra. Shuning uchun uni passiv daromad degan joyimiz bor. Endi qayerdadir biznes yo'lga qo'yishingiz mumkin, qayerdadir qanaqadir bir hunarmandchilik yo'lga qo'yishingiz mumkin. Odamlar o'tirib ishlaydi, lekin korxona foydasini oladi, foydasidan siz daromad olishingiz mumkin. Passiv daromad, passiv manba degan joyimiz u turli xil variant hisobga olinadi. Lekin shunaqa varianti bor. Shuning uchun bu narsani inobatga olish kerak bo'ladi. Yana biz buxgalterlar uchun inflyatsiyaning bunday hisob-kitobini biz qilmaymiz. O'zi davlat tomonidan statistika qo'mitasi, boshqa mutaxassislar va hokazolar tegishli bo'lgan ekspertlar bu narsani hisob-kitob qilishadi. Chunki biz buxgalterlar biz mavjud bo'lgan ofitsial aytilayotgan statistikadan kelib chiqqan holatda biz o'zimizni hisob-kitobimizni qilamiz va o'zimizni hisob-kitoblarimizda u inflyatsiyaning ta'sirini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bu narsamiz bor. Xo'p, o'zi inflyatsiya bu nima edi? Inflyatsiya o'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, bu shishish, bo'rttirish degan ma'noni bildiradi. Bu nima edi? Milliy valyutada turgan tovar moddiy zaxiralar, tovar moddiy qiymatliklarini sotib olishda milliy valyutaning qadrsizlanayotganligini, quvvatining pasayib ketishini nazarda. Ya'ni bunday deb aytsak bo'ladi. Bizlar buni hozir yillik 10%. Yillik 10%. Mustaqillik davrida boshlanishida bizlarda inflyatsiya yillik 1200% gacha ham bo'lgan. 1200 uni hisob qiling. Endi u giperinflyatsiyaning giperi boshqasi, shunaqa holatimiz bor. O so'm kupon paytimizda boshqasida pulimizning shunday qadrsizlangan davr edi. Milliy valyutamiz kirdi, mana bugungi kunda inflyatsiyamiz 9.8% deb aytyapti. Inflyatsiya albatta u juda ko'pchilik yomon deydi. Uning yomon tomoni ham bor, yaxshi tarafi ham bor. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar, inflyatsiyaning o'ziga yarasha uning hisob-kitobini masalan oddiy xalqdan so'rasangiz agar u narsani aytib bermaydi. Oddiy xalqdan so'rasangiz agar 9.8% ni hech kim bilmaydi. Yoki inflyatsiyada oziq-ovqat mahsulotlaridan yoki boshqa bir xizmatlardan narx-navoni oshganligini so'rasangiz agar aholi unga aytadi. Oshib ketdi deb aytadi. Masalan oddiy hisobga oling, 2024-yilda inflyatsiya bizlar 9.8% bo'ldi. Bu degan narsasi agar aytaylik mana 1 million so'm pulingiz bor ekan, o'sha 1 million so'm pulingiz bo'lsa, yilning boshida men taxmin qilib aytyapman hozir, narx-navosini men uni bilmayman, chunki o'zim u narsada yurmaganman. 1 million so'mga masalan aytaylik siz osmon olyapman, 1000 kuba metan olardingiz. Yilning boshida 2024-yilning boshida 1000 kuba olasiz.
inflyatsiya bo'ldi. Inflyatsiya bo'lgandan keyin sizda 9.8% 2024 deb aytyapti. U holda 10% siz kam olishingiz kerak. Bu degan narsasi 10% bo'lsa agar siz yilning oxirida siz 900 kuba metan olishingiz kerak edi. Inflyatsiyadan kelib chiqsangiz. Lekin bu inflyatsiya. Lekin ayrim bir mahsulotlarga, xizmatlarga inflyatsiya boshqacharoq ta'sir qiladi. Masalan, qanday? Masalan, oddiy, masalan, xalqdan so'rasangiz agar, xalq aytadi, kartoshka qimmat bo'ldi deydi. Haqiqatan, kartoshka 2024-yilda 40% ga qimmat bo'ldi. 40% ga qimmat bo'ldi. Sabzi 18% ga qimmat bo'ldi. Masalan, oddiy gaz iste'mol qilyapmiz uyimizda. Gazimiz, elektr energiya 1.7 baravar bo'lyapti-da. Baravarga qimmat bo'ldi. Boyaga aytayotgan metanimiz 30% ga qimmat bo'ldi. 30% ga qimmat bo'ldi. Endi bu degan narsasi nima? Yo'q bo'lmasa oddiy hisob qiling, mana 1 million so'mga siz 1000 kuba olayotgan bo'lsangiz, inflyatsiya metanga ta'sir ko'rsatishi qanday bo'ldi? 1-yanvar 2024-yilda siz 1 million so'mga 1000 kuba aytaylikki, o'sha metan sotib olgan bo'lsangiz, yilning oxiriga borib siz endi 700 kuba sotib olyapsiz. Boyaga inflyatsiya 100 kubaga kamaytirgan bo'lsa agar, lekin metanga nisbatan inflyatsiyaning ta'siri 30% bo'ldi. Siz 300 kuba yo'qotdingiz. Mana sizga inflyatsiya. Shuning uchun xalqda so'ragan paytingizda boshqasida aytadiki, qimmatlashib ketyapti, yashash og'irlashib ketyapti deb aytadi. Chunki ma'lum bir mahsulotlarga nisbatan u qimmatligini xalq sezyapti. Uning cho'ntagiga ta'sir qilayotganini ko'rsatadi. Mana shu narsa inflyatsiya. Ya'ni milliy valyutada kerak bo'lgan tovar moddiy qiymatliklarni, oziq-ovqat, noz-ovqat mahsulotlarini sotib olishda bir qadrsizlanib ketishi, ola olmaslik darajasi pasayib ketishini biz inflyatsiya deb aytamiz. Shuning uchun bu bor. Endi bu inflyatsiyaga ta'sir ko'rsatuvchi ichki va tashqi omillar bor. Inflyatsiyaning tashqi va ichki omillarda va eksport-importning ta'sirini hisobga olish mumkin. Davlat albatta siyosati bor, inflyatsiyani pasaytirish masalasida va hokazo, lekin eksport-import operatsiyamiz bor. Eksport-import operatsiyalar ta'sir qiladi, bu xohlaymiz yoki yo'q. Eksport-import operatsiya, masalan, aytaylikki, eksport qilgan mahsulotimiz qancha? Eksport qilgan mahsulotimiz bugungi kundagi hisobga olganimizda biz salkam 3.6 milliard dollar miqdorida biz eksport qilganmiz. Lekin import qilgan mahsulotimiz qancha? Bu salkam 6.5 milliard dollar miqdorida kelyapti. Ikkalasining o'rtasidagi farq bu savdo, salbiy savdo, tashqi savdomiz deb aytiladi. Bu narsamiz bor. Tashqi savdomiz 2.6 milliardga bo'lyapti. Shu narsamiz bor. Biz juda ko'p mahsulotlarni tashqaridan olib kelyapmiz. Ishlab chiqargan mahsulotimiz, xizmatlarimizni tashqariga chiqarib sotishimiz bu juda bizlarda kam. Respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan banklar kreditlar, mikroqarzlar berishyapti. Onlayn turli xil tashkilotlar ham mavjud. Ular ham berishyapti. Agar hisob oladigan bo'lsak, agar qanday? Bu yaxshimi, yomonmi? Bir vaqtlar kredit olish uchun juda katta miqdorda paket hujjatlar to'plardik. Uni olib borib, bankka olib borib bersak, bank uni o'rganib chiqib, yo ha yoki yo'q deb aytardi. Bugungi kunda bankka murojaat qilgan paytingizda kafolat so'ramayotgan banklarimiz ham bor. Garovga hech narsa qo'yayotganimiz to'g'risida gap ham yo'q. Bemalol olish mumkin, onlayn olish mumkin, bir necha daqiqada olish mumkin deb aytibdi. Summasini hisobga olsangiz, agar summasi 1 million so'mdan to 100 million so'mgacha bo'layotgan pullar to'g'risida ketyapti. Imkoniyat. Xo'p, shuncha pul olmoqchi bo'lyapmiz. Juda ko'pchilik bu narsani olyapti. Mayda summa bo'lsa, agar uncha bilinmasligi mumkin. Lekin aholining moliyaviy savodxonligi problemasi bor. Qarz desa agar borib oladi, lekin erta to'lab berish to'g'risida kelgan paytda unga qiynalayotgan bo'lishi mumkin bo'ladi. Shu narsasi bor. Bitta qarzni ikkinchi qarz bilan yopayotgan odamlarimiz ham bor. Bu qarzning botqog'iga botib ketayotgan oila deb hisobga olinadi yoki bo'lmasa o'sha jismoniy shaxs deb hisobga olish mumkin bo'ladi. Agar faqat iste'mol uchun agar qarz olayotgan bo'lsa, kreditlar, qarzlar olayotgan bo'lsa, bu juda xavf. Chunki faqat iste'mol qilganingizdan keyin u narsani oldingiz, tegishli bo'lgan mahsulotlarni olib iste'mol qildingiz, bo'ldi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Uni qaytarib berishning erta problemasi bor. Chunki boshqa daromad manbangiz yo'q. Agar siz olgan qarzingiz yoki o'sha kreditlaringiz, chunki jismoniy shaxs qarz oladi, bo'lmasa kredit deb aytyapmiz, shunaqa narsamiz bor, yuridik shaxslar kredit, o'sha olgan paytida bular ma'lum miqdorda bir sohaga yo'naltirilsa, ma'lum bir ishlab chiqarishni kengaytirilsa, korxonani
rivojlantirish uchun bo'ladigan bo'lsa, bu imkoniyat. Bu imkoniyat. Hukumat prezident qarori bilan, Vazirlar Mahkamasining qarori bilan bunday imkoniyatlarni ochib berish uchun hamma sharoit qilyapti. Tashqaridan kreditlar olinyapti, rivojlantirish uchun imtiyozli kreditlar va hokazolar berilyapti. Bular bor. Lekin yana bir aytyapmiz, olayotgan odam qaysi maqsadda olayotganiga qarab turib hisobga olinadi. Agar mana narsangiz borda, masalan, siz bitta biznesni qilgansiz, yo'lga qo'ydingiz. Mana boyaga aytganimizdek, do'koningiz bor. Do'koningiz foyda olib kelyapti. Lekin siz yana qayerdadir, qanaqadir yana ishlab chiqarishni qilmoqchi bo'lyapsiz. Unga qarz olyapsiz, kredit olyapsiz, uskuna va hokazo sotib olyapsiz-da, u maqsadda ishlab chiqaryapti. Lekin hali mahsulotingiz xaridorgir emas, yo juda katta miqdorda hajmda ishlab chiqarmayapsiz. Butun quvvat bilan hali ishga tushmadingiz. Hali 30%, 40% bilan ishlayapsiz. Lekin bankdan olingan kreditni to'lab berishingiz uchun mana magazindan, do'koningizdan kelayotgan daromadingizdan foizini to'lab bersangiz agar bo'laveradi. Chunki bitta korxona sizda. Bitta korxonada ikki xil segment bo'lyapti. U holda bo'lyapti. Unda sizda foydangiz bo'ladi. Aytishadi, faqat o'zingning puling bilan agar rivojlanaman desang, rivojlanmaysan. Rivojlanmaysan. Qarz, kreditga olsang deydi, u rivojlanishing katta, tezlashasan deydi. Lekin yana xalqimizda gap bor. Qarz, kredit bu kambag'allik alomat deydi. Yo'q, unaqa emas. Agar to'g'ri ma'noda haqiqatan ishlab chiqarishni kengaytirish maqsadida olingan kreditlar bo'lsa va kreditni siz shunday maqsadlarda ishlatayotgan bo'lsangiz, sizda faqat daromad manbaingiz ko'payadi. Endi sizda bitta daromad manbaingiz do'kon emasda, o'sha ishlab chiqarishingiz ham daromad bo'ladi. Bu narsani rivojlantirganingizdan keyin 3-chisini, 4-chisini, boshqasini, hokkazasini qilish mumkin. Yirik tadbirkorlarimizni ko'radigan bo'lsangiz, u bitta sohada o'tirmaydi. Ularda juda katta miqdorda ishlab chiqarishi bor, xizmat ko'rsatishlari bor, savdosi bor va hokazo. Shuning uchun u keng qamrovli. Shuning uchun bu narsani inobatga olishimiz mumkin.